qadrdon inshaalloh hojada hojilarning yoniga ketyapmiz. Alloh nasib qilsa bir chiroyli taom qilib, jiyanlarni videoga hammalarni xursand qilish niyatida bel boylab, blogerimiz bilan, Sobirjon bilan, oila bilan ketyapmiz inshaalloh. Yaxshi kontent bo'ladi, kuzatishni davom eting. Video yoqqan bo'lsa kommentariyada qolib, izoh qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kam bo'lmaysizlar. Biz bema'ni video kontent ishlab chiqmaymiz. Har bir ko'rayotgan minutingiz manfaatli bo'ladi. Salomat bo'ling. Qadrdon, assalomu alaykum, qarang. Ona qishlog'imda biz asallarlar qarang. Asallarni asalidan bitta taom qilaylikmi? Mana qarang, go'zalligi. O'shuning uchun bu yerda asallar tabiiyda. Bu o'sayotgan paxtani gulidan, o'sayotgan matdagi ariq bo'yidagi rayhonlardan, jambillardan, mana shu yolpizlardan, gullardan vitamin oladi-da bular. Mana qarang. Asalni hidi ham chiqadi. Eng go'zal joylar bu mana tug'ilib o'sgan joylarim bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Har bir inson tug'ilib o'sgan joyi o'zi uchun eng qadrli joy, qadrdon. Musofirda yurgan aka-ukalar, Alloh rozi bo'lsin, ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar, zafarlar tilaymiz. Qo'l ko'zlaring dard ko'rmasin, ko'zlaganlaringga erishinglar. Nima niyatda ketgan bo'lsalaring, albatta Alloh o'ylaganingizdan ham zo'r qilib bersin. Qadrdon, biz ota hovlidamiz, inshaalloh qo'ldan kelgancha yaxshi video kontent qilishga harakat qilamiz. Bu pitpiliqlarni kuyov bola pitpiliqdan qilamiz da xolos, Sobirjon. Bedana. Qo'llab-quvvatlab umidamiz. Alloh rozi bo'lsin. Kuzatishda davom etasiz. Biz sizlar bilan Kafe Nishonov va Shef Nishonov sizlar bilan. Salomat bo'ling. Boshladik. Qadrdon, bugungi taomimizni inshaalloh bedana kabob qilamiz. Har bir xonadon, oilalar birgalikda mazza qilib tayyorlaydigan bir bayramona taom bo'ladi albatta. Qarang mana, ketdik. Bir 40 donacha bedanar bor. 40 dona bedanalarga 4 donadan bolgarskiy, 4 donadan o'sha qizil bulg'or asarti qilganmiz. 2 dona makka. Qiymamiz cho'zilib ketmasligi uchun o'z bizdagi Kafe Nishonovdagi sizlar yeyotgan qiymadan 10-15 tasini bitta juplab o'rganman. Inshaalloh buni har bitta bedananing ichiga poq qo'yib qo'yamiz. Buni bedana yuvib kelaylik. Albatta kartoshkasi ham bor. Kartoshkani yordamchilar archiyapti. Ketdik. Taomlar mana shu doskada to'la bo'ladi-da, inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yiqilganlar oyoqqa tursin, yaratgan egam sizu bizni barchamizni omadimiz bersin. Qadrdon, siz mazza qilib farzandlar bilan o'tirgan paytingizda befarzand insonlar bor. Shu befarzandlarga farzand tilab qo'ying, xo'pmi? Birovni haqqiga duo qilsangiz, sizga bilasiz, ko'proq bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Qani ketdik. Tayyor qiyma bizni. Bismillahirrohmanirrohim. 30 gram, 40 gramdan bedanani shu yonboshiga sig'adigan qilib tayyorlaymiz. Mana bedanani yuvib tayyorlab olganmiz, go'shtlarni. Poq qo'yasiz. Bunga agarda qo'y yo'q qo'y go'sht qilsangiz, hozir kun issiq, davleniyani ko'taverishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun buni faqat qishda qo'y yo'q qo'y go'sht bilan qilish kerak. Sababi buni bedana o'zi issiqlik bilasiz. Buni kuyov bolalar biladi. Qarang, qator rivojdan tayyorlab chiqyapmiz. Xuddi boya aytganimdek, ayni o'sha bayram dasturxoniga tayyorlaydigan taomda bu ham. Bayram dasturxoni nima endi? Oila to'plandi, bu bayram. Oila to'plandi, bu bayram. Bunaqa bayram yo'q. Tushunyapsizmi? Parcha turib qo'rasiz, to'lib qoladi o'zi. Hozir buni marinovka qilmaganmiz, shuni biling. Hozir ustidan marinovka qilib yuboramiz. Chunki qiymani tuzi yaxshi-da, shuning uchun ichiga marinovka qilmaydi. Biz asli o'sha tepasiga yaxshi tuz o'tsa bo'ldi bizga. Bundan oldingi video kontenti bizda bitta taom tayyorlaganimizda bizni qayerdan kuzatyapsizlar deganimizda deyarli butun dunyoda yashovchi o'zbeklar, ya'ni o'zbek tilini tushunadigan insonlar bor ekan. Shveysariyadan, Amerikadan, Hindistondan, A'dan yozishyapti, Alloh rozi bo'lsin. Mabodo eshitmagan bo'lsalar ham bizni sizlar ham qayerdan kuzatyapsizlar? Chunki bizga interesda uzoq masofadan turib har qanday insonning ko'nglidan joy olsa bo'lar ekanda, Alloh rozi bo'lsin. 2 kilo qiyma bordi, qadrdon. 2 kilo qiyma bordi, 40 donaga necha gramdan to'g'ri keladi? Matematikadan javob bas, kommentariyada yozib qoldiringchi, necha gramdan to'g'ri keladi? Rosa 3 yetdi. Bu yerda 40 dona pitpiliqlar bor. Tak, endi hozir kartoshka buni qovurishni boshlaymiz. Tezda hozir marinovka qilamiz, boshlaymiz.
Majjiyanchalar buni berish. Bismillahirrohmanirrohim. Faqat tuz. Orqa oldiga albatta. Surkalgandan keyin ishqa boramiz. Tezda badaniga kiradi bu. Tezda singitdimi, qarang. Bu qanaqa yotish bo'ladi, bilasanmi? Eri xotin urushib qolgandan keyin mana shuni yotadi, mana qara, mana. Mana shuni yotadi. Mana qaratib qo'yib beraman mana. Buni mana yotadi mana. Bir-biriga teskari. Mana shuni yotadi-da. Bedalar tayyor. Ana endi makka jo'xorilarni kichkina ishlar qilib olamiz. Chopiqqan. O. Yordamchilar bor albatta. Qani ketdik. Sabzavotni keyin to'g'rayamiz. Hozir bedalarni qo'yishni davom etamiz. Походу pesna deydi. Ketdik. Bismillah. Yoshlikda bu anorlarni bilasizmi? Agrabni o'zida yeb qo'yardik. Qilardik. Chirib-diyu. Mana yorardik. Endi qizarayotgan bu nomi bu tuyatish ekani. Anorning po'chag'ida ko'p vitaminli narsalar bor ekan, qarang mana. Bedanan qo'ramiz, ketdik. Merlin Excalibur'lari, kelinglar bu yoqqa. Shpok. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorqin. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilab qizartirib olamiz, ko'rishga berib olamiz. Ana. Ishlarni qarang, ishlarni. Qadrdon qarang. Oshiqcha qatirib yormaysiz. Qatib qoladi, tushunyapsizmi? Yengil. Ko'jasi qatib qolsa bo'ldi. Gidetda 20-50 sekund ham deylik, mana 50 sekund turadi xolos. Yaxshi olovda. Kapkil esingizda bormi kapkil, ha? 3-asrdagi. Qarang mana. Oshiqcha qatib ketmas kerak. Yengil ko'rishga olsa bo'ldi. Bu qolgani bug'da pishadi. Ha, deng. Qarang, qadrdon, kartoshkani archigandan keyin tuz bilan, noma'kop tuz bilan uyutib qo'yganmiz. Bu zo'r bo'ladi-da. Qovurilishdan oldingi tuz baribir boshqa ta'm beradi. Bular biz tayyor. Kartoshka deyarli tayyor. Hozir bolgarskiy bulg'or qalampirlar mazza qilib turg'aymizda inshaalloh. Taomni bosamiz. Gideta 1 soatga bosamiz hozir. Xurshid o't yoqyapsan-chi? Qizartirib qo'yinglar, bo'l tez-tez. Vijdonsizlar. Qolsin anor. Bismillah. Avvali. Tak, sabzavotni to'g'rab tayyorlab olamiz-chi. Bismillah. Kartoshka qo'rilyapti, bedanachamiz tayyor. Sabzavotlarni qo'rib olsak, tagiga pastirovka qilib bosib, boqqa dimlab qo'yamiz. Sabzavotlar aralashtirib olaverasiz. Bitta pastirovka qilamizmi bular? Hidni qarang, hidni betdi. Ketdi qozon boshiga. O't yonyapti. Akula samon ko'tar. Yiqilib, yumalab, bedanalar chachib olmang, yo'qmi? Hushyor bo'lib ket. Oyog'ini tayoqqa qarab ket. Ketdik. Qarang qadrdon, jiyanchalarimiz ozgina kuydirib qo'yibdi. Urshid, kuygan gachkalar yeyishasan. Xo'p, endi pastirovkani bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Pastirovkani qo'ramiz. Tabiiy ko'ra tuz, joni dilim qora murch.
kartoshkalarga, bularga. Chunki qovurishdan oldin solganimizda yog'ni ichida qolib ketardi, keyin solyapsiz, ko'ryapsizmi? Bu zo'r aromat beradi. Protein bu vaqti insonni baquvvat qiladigan narsa. Maslika tomatlari juda qo'yiq, juda vkusli, rosa haligi aromatli chiqqan, menga juda yoqadi, ko'ryapsizmi rangini ham. 2 osh qoshiqda qo'shamiz. Makka jo'xori. Chala pastirovkani ustiga teryapsiz, ko'ryapsizmi? Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdon 50 minutga past olovga ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorib qo'ying. Ko'rishamiz siz bilan. 1 soat vaqt o'tdi oradan. Aba, ochi. Voh, sellar bilan kilkillaganini qarang. Bismillah. Qani kartoshkalar alohida qilaylik, ha? Qarang. Sellarini qarang. Hidini qarang, hidini buni. Selini ol, selini. Bu selini qarang. Kraxmalizm bo'lib ketdi-ku, qarang mana. Haligi bolgarsklar ezilib, ko'ryapsizmi? Tabiiy podliva bo'ldi. Bilsangiz, ko'p biftekslarga, tayyorlash garnirlarga un qo'riladi. Yo'q, bu unsiz. Sabzavotni o'ziga qo'yildi, tushundingizmi? Qani bitta. Bitta yaqinroq. Yaqinroq. Anani, manani hojdadalarga olib qo'yganmiz. Jicha selidan qo'yamiz. Bitta makello. Qani kassaga o'tirasiz, xo'pmi? O kassaga o'tiring, boravering. Ketdi bu tarafga. Qani keyingisi. O, mashalloh. Bitta makka, bitta an, bitta mao. Kassaga, ha? Paddivasini qo'yib beraman. O'chirt bilan kassaga boringlar. Qani ket, keyingisi kim? Bismillah. Ha? Qani ketdik. O'chirdagi. Boshqa ovqat yo'q, bir xil variant bor xolos hozir. Qani ketdik. Senga qora kartoshka. Nima qilamiz? Kassaga primoy. Ketdi. Menga endi u kattasi. Katta hech qachon katta solinmaydi. Hammaga qonun bir. Mana bitta kartoshka qo'shib qo'yamiz. Mana bedana pitiliq. Davay vrachga. Kellar, kimga qoldi? Kim qoldi? Qalampir bilan zo'r ketadi. Qurigan qalampir bilan. Tushunmadimmi? Ha, bu shuncha Mayli. Endi bu videoga olyapti, mayli do'sti bizga. Hamma qissa. Uylanmagan o'shancha. Qalampirlar bilan zo'r ketadi. Seladan ko'proq. Bos o'rjiga. Qalampir bos. Bos, yoqimli ishtaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Mazza qilib urush payti keldi-da, qadrdon. Har bir mehnatni mashaqqati bor-da. Har bir taomni, har bir ishni, mukammal ishni mashaqqati bor. Mashaqqatni kechib o'tish kerak inshaalloh. Siz aytgan niyat bo'ladi. Ketdik. Yoqimli ishtaqa. Bolalar yana bor. Vrach keladi, qatomanglar. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Dede, karimalikini ko'rsana. Yo'q. Gap so'z yo'q. Qadrdon, keyingi yangi kontentda ko'rishguncha o'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Podpischilarga Alloh rozi bo'lsin. Banisaga tashlab ketamiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Keyingi qanaqa videolar qilaylik? Komment yozib qoldiring. Qayerdan kuzatyapsizlar? Albatta yozib qoldiring. Salomat bo'ling.